Mamlakatimiz iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shib kelayotgan tadbirkorlarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning muammo va takliflarini yaqindan o'rganish borasida viloyatimizda ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Muxbirimiz mavzuni Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tashabbusi bilan Sirdaryo tumanida mahalliy biznes vakillari uchun tashkil etilgan tadbir misolida davom ettiradi. Uchrashuvda soliq sohasidagi so'nggi yangiliklar, tadbirkorlik muhitini yaxshilash borasidagi islohotlar va yaratilayotgan yangi imkoniyatlar atroflicha tushuntirildi. 50 ga yaqin tadbirkorlar ishtirok etgan uchrashuvda faoliyatdagi eng og'riqli va dolzarb masalalar o'rtaga tashlandi. Tadbirkorlar tomonidan jami 9 ta murojaat kelib tushdi. Ishtiyoq bor joyda imkon topiladi tamoyili asosida murojaatlarning 6 tasi joyning o'zida ijobiy hal etildi. 2 ta masala bo'yicha huquqiy tushuntirish berilgan bo'lsa, bitta murojaat o'rganish uchun alohida nazoratga olindi. Menda shu elektr energiya muammosi bor edi. Tumanga 1-2-3 marta murojaat qilgandim. Oxiri tadbirkorlik faoliyatimga to'sqinlik qilish masalasida svetimni kesish darajasida ogohlantirish xatini bergandi. Soliq boshqarmasining boshlig'iga murojaat qilib bergan ogohlantirish xatini ko'rsatganimda, seni tadbirkorligingga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Xudo xolasa bu masalani mana shu bugun hal qilib, bemalol ish faoliyatingni davom ettirasan deb va'da berdilar. Murojaatlarning salmoqli qismi kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish hamda elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq bo'ldi. Bunday ochiq muloqotlar real muammolarga tezkor yechim topishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.